Bugun Qo'qon Masjidul Latifda Xudo xolasa syomkadamiz. Allohu akbar, Allohu akbar. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Qadamlaringizga hasanot. ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته. Uyda ota-onalarimiz o'tirishibdi, onalarimiz o'tirishibdi. Hammamizni uylarimizda opa-singillarimiz, ayollarimiz o'tirishibdi. Ularni ham duo qilaylik, ularni ham Allohning hamdardligini bergan. Biz mana shu joyda toza kiyimlarda o'tirishimizga shular sababchi. Toza kiyimlarda mana bu joyda islarimiz bo'l-bo'l bo'lishiga onalarimizning duosi sababchi. Onalarimizning duosi sababli qancha balolardan asralib turibmiz. Alloh ularning umrlarini uzoq qilsin.